Assalomu alaykum, hurmatli soliq to'lovchilar. Hozirga qadar aksariyat soliq to'lovchilarimiz o'zlarining korxona va tashkilotlarini, shu jumladan yakka tartibdagi tadbirkorligini ixtiyoriy tugatishda ayrim muammolarga duch kelyapti. Endilikda bu holat o'zgardi. Prezidentimizning 2025-yil 19-mart kungi 50-sonli kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bilan tadbirkorlar uchun katta yengilliklar yaratildi. Quyidagi mezonlarga asosan kichik va o'rta biznes subyektlari faoliyatini soliq tekshiruvisiz tugatish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Ya'ni, agar korxonangiz oxirgi 3 yilda 10 milliard so'mdan ortiq daromad qilmagan bo'lsa, budjet va kreditlar oldida qarzdorligingiz mavjud bo'lmasa, soliq hisobotlarini muntazam topshirib kelayotgan bo'lsangiz va xavfni tahlil qilish tizimi past xavf darajasiga ega deb topilgan bo'lsangiz, endi faoliyatingizni oson va tez tarzda tugatishingiz mumkin. Bu jarayon juda oddiy. Soliq to'lovchi o'zining shaxsiy kabineti orqali tugatish balansini yuboradi va shundan so'ng unga biriktirilgan soliq xodimlari arizani ko'rib chiqadi. Eng qulay tomoni, hammasi elektron tarzda amalga oshiriladi. Har bir bosqich haqida sizga SMS xabarnoma yuboriladi. Endi esa ortiqcha navbatlar, qog'ozbozlik va murakkab tekshiruvlarga hojat yo'q. Tadbirkor o'z ishini qonuniy, shaffof va eng muhimi oson tarzda yakunlay oladi. Soliq xizmati organlari sizning ishonchli hamkoringiz.